Assalomu alaykum hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Bugun 2025-yil 10-dekabr kuni Biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on bank xizmatlari markazi tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazilmoqda. Uchrashuvni mahalla bankiri Olimjanov Azamjon o'tkazadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Nima masala ekan? Xo'p, bizda masala uyda shu qarligimiz bor. 1,5 soat yosh o'roq chiqadi. Shuni yopish kerak. Sharoit qilish kerak. Plyonkalashga. Plyonkalashga. Xo'p. 5 million so'm yetadimi ekan? Ha, yetadi. 5 million so'm yetadigan bo'lsa, biznesga birinchi qadam orqali bo'yicha 5 million so'm ajratamiz. Kerakli hujjatlar topshirasiz. Aslida muqobillar degan bo'ladi. Hujjatlar kerakli, hujjatlarni topshirsangiz, uzoqroq bir ish kuniga siz haq bo'lasiz. Hujjat ketishini yozib bersangizlar. Bo'ldi, siz bilan gaplashib o'zim jo'natib qo'yaman. Sizlar nima masala bo'ldi? Men chorvachilik bo'yicha kredit olmoqchi. O'zingiz tanishtiraverasiz, opa. Hayajonlanmang, hech qanaqaligina qilsa yo'q buni. Men Mamasova Shahlo, yakka tadbirkor ayolman. Chorvachilikni rivojlantirishda kredit olmoqchisiz. 100 million so'm hamma dastur bo'yicha kreditimiz bor. Joylaringiz bor-a? Bor. Chorva qilishga, boqishga. Xo'p. Xodimlarimiz bor, joylaringiz monitoring qilib, kerakli hujjatlarni jo'natgandan keyin, topshirgandan keyin hamma joyda bo'lsa, Chorvachilik yo'nalishida chorvachilik yo'nalishida chiqarib beramiz. rahmat hammaga. Yana kimda masala bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin.